Salom, hurmatli tomoshabinlar va kanalimiz a'zolari. Bugungi video har bir nafaqaxo'r, har bir keksa yoshdagi fuqaro, hatto ularning yaqinlari uchun ham nihoyatda muhim. Bu ma'lumotlar sizning moliyaviy barqarorligingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Nafaqalar bilan bog'liq qoidalar tobora murakkablashib, pensionerlarning zimmasiga qo'yilayotgan javobgarlik kuchaymoqda. Shuning uchun ushbu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Agar siz hali kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq obuna bo'lish tugmasini bosing va videoga like qo'yishni unutmang. Bu bizga bunday muhim ma'lumotlarni yanada ko'proq odamlarga yetkazishga yordam beradi. Keling, muammoning mohiyatiga chuqurroq kirib boraylik. Ilgari nafaqa tizimi qanday edi va hozir nimalar o'zgardi? Oldingi davrlarda nafaqa olish jarayoni asosan hujjatlarni topshirish va ularning to'g'riligini tekshirishdan iborat edi. Nafaqaxo'r bir marta hujjat topshirgandan so'ng uning hayotidagi o'zgarishlar haqida muntazam ravishda xabar berish majburiyati unchalik qat'iy emas edi. Ya'ni ko'pincha nafaqa tayinlangach, uni olayotgan shaxsning ishga kirishi, doimiy yashash joyini o'zgartirishi yoki boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi oluvchi oila a'zolarining ahvolida o'zgarish yuz berishi kabi holatlar nafaqa organlariga kechroq, ba'zan esa umuman yetib bormasligi mumkin edi. Nazorat mexanizmlari unchalik samarali emas edi. Axborot almashinuvi sekin, ba'zan esa to'liq avtomatlashtirilmagan edi. Natijada nafaqa to'g'ri tayinlangan bo'lsa ham, keyinchalik unga bo'lgan huquqlar o'zgarganda, pensioner bu haqda xabar bermaganligi sababli ortiqcha to'lovlar yuzaga kelardi. Davlat esa bu ortiqcha to'lovlarni qaytarib olishda qiyinchiliklarga duch kelardi. Ba'zi hollarda bu holatlar jiddiy huquqiy oqibatlarga olib kelmasligi ham mumkin edi. Faqatgina kelajakdagi nafaqa miqdorini qayta hisoblash bilan cheklanilardi. Hozirgi kunda esa vaziyat tubdan o'zgardi. Davlat nafaqa tizimining shaffofligini va adolatini oshirish maqsadida bir qator islohotlarni amalga oshirdi. Eng avvalo raqamlashtirish jarayonlari jadal rivojlandi. Endi turli davlat organlari, masalan Davlat soliq qo'mitasi, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi, fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish FADO organlari, Davlat xizmatlari agentligi va hatto bojxona xizmatlari o'rtasida ma'lumot almashinuvi avtomatlashtirilgan. Bu degani, sizning hayotingizdagi ko'plab o'zgarishlar nafaqa organlari tomonidan juda tezkorlik bilan, hatto siz ularni o'zingiz xabar qilmasangiz ham aniqlanishi mumkin. Bu axborot integratsiyasi nafaqaxo'rlarning zimmasiga katta mas'uliyat yuklaydi. Endi nafaqa oluvchi shaxsning o'z hayotidagi har qanday o'zgarishlar haqida nafaqa tayinlagan organga, ya'ni pensiya jamg'armasiga zudlik bilan xabar berishi shart. Bu passiv tizimdan faol tizimga o'tishni anglatadi. Ya'ni endi nafaqaxo'r o'z huquqlari va majburiyatlariga nisbatan yanada xushyor va mas'uliyatli bo'lishi kerak. Aks holda ortiqcha to'langan nafaqa summasi qaytarish, jarimaga tortilish va hatto jiddiyroq huquqiy oqibatlarga duch kelish ehtimoli keskin oshdi. Buni har bir fuqaro chuqur anglab yetishi shart. Keling, endi ushbu o'zgarishlarni yanada chuqurroq ko'rib chiqaylik. Kim nimani bilish kerak, kim xavotirlanish kerak va kim xavotirlanmasa ham bo'ladi? Avvalo, har bir nafaqaxo'r bilish kerak bo'lgan eng muhim ma'lumotlar. 1. Ishga joylashish yoki daromad topishni boshlash. Agar siz nafaqaga chiqqandan keyin ishga joylashsangiz yoki qo'shimcha daromad topishni boshlasangiz, bu haqda nafaqani ta'minlash xizmatiga darhol xabar berishingiz shart. Ba'zi nafaqa turlari uchun ish haqi yoki daromad miqdori nafaqa olish huquqiga yoki uning miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, ayrim nafaqa turlari faqat ishlamaydigan pensionerlarga to'lanadi yoki ishlayotgan bo'lsa, nafaqa miqdori kamayadi. Bu haqda xabar bermaslik sizga ortiqcha nafaqa to'lanishiga va keyinchalik bu summaning majburiy undirilishiga sabab bo'ladi. 2. Yashash joyini o'zgartirish. Agar siz doimiy yashash joyingizni o'zgartirsangiz, ayniqsa chet elga doimiy yashash uchun ketadigan bo'lsangiz, bu haqda ham darhol xabar berishingiz kerak. O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra, ko'pchilik nafaqa turlari faqat O'zbekiston Respublikasi hududida doimiy yashovchi fuqarolarga tayinlanadi va to'lanadi. Oila a'zolarining holatidagi o'zgarishlar boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi uchun. Agar siz boquvchisini yo'qotganlik nafaqasini olayotgan bo'lsangiz va nafaqa olayotgan oila a'zoyingizning holatida o'zgarish yuz bersa, masalan, farzandingiz yoshi 16 ga yoki ta'lim muassasasida o'qishni tugatish yoshiga desa, turmushga chiqsa, ishga joylashsa va hokazo, bu haqda ham zudlik bilan xabar berishingiz lozim.
Chunki bu o'zgarishlar uning nafaqa olish huquqiga barham beradi. 4. Hujjatlarning muddati o'tishi. Pasportingiz, ID kartangiz yoki boshqa shaxsni tasdiqlovchi hujjatlaringizning muddati o'tgan bo'lsa, bu ham nafaqa to'lovlarida muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Hujjatlaringizni doimiy ravishda yangilab borish muhim. 5. Nogironlik guruhi o'zgarishi. Agar siz nogironlik nafaqasini olsangiz va qayta ko'rikdan o'tganingizdan so'ng nogironlik guruhingiz o'zgarsa yoki nogironlik muddati tugasa, bu haqda ham darhol xabar berish zarur. Kim xavotirlanishi kerak? Nafaqaga chiqqandan keyin ishlayotgan, ammo bu haqda nafaqani ta'minlash xizmatiga xabar bermagan shaxslar. Boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi olayotgan va nafaqaga bo'lgan huquqi tugagan oila a'zolarining ahvolidagi o'zgarishlarni yashirgan shaxslar. Chet elga doimiy yashash uchun ketgan, ammo nafaqa olishni davom ettirayotgan shaxslar. Nafaqaning boshqa turiga o'tish huquqi yuzaga kelgan yoki nafaqa olish shartlari o'zgargan, ammo bu haqda xabar bermagan shaxslar. O'zlariga tegishli bo'lgan har qanday o'zgarishni bilib turib yashirgan shaxslar eng ko'p xavotirlanishlari kerak. Ularga nisbatan nafaqat ortiqcha to'langan summalarni undirish, balki ma'muriy va hatto jinoiy javobgarlik ham qo'llanilishi mumkin. Kim xavotirlanmasa ham bo'ladi yoki kamroq xavotirlanadi. Barcha qoidalarga qat'iy rioya qilgan, o'zgarishlar haqida o'z vaqtida xabar bergan va hujjatlarni tartibda saqlaydigan shaxslar, ishlamaydigan va faqat yoshga doir nafaqa oladigan shaxslar. Agar ularning oilaviy ahvolda nafaqa olish huquqiga ta'sir qiladigan o'zgarishlar bo'lmasa, umumiy ma'noda qonunlarga rioya qiladigan va o'z majburiyatlarini to'liq bajargan har bir fuqaro. Davlatning maqsadi pensionerlarni jazolash emas, balki nafaqa tizimining adolatli va samarali ishlashini ta'minlashdir. Keling, ushbu o'zgarishlarni hayotiy misollar bilan tushuntiraylik, shunda tushunish osonroq bo'ladi. Bir misol. Ishlayotgan nafaqaxo'r va ortiqcha to'lov. Otabek amaki 68 yoshda 2012 yilda yoshga doir nafaqaga chiqqan. Oilasiga moddiy yordam berish maqsadida nafaqa olishni davom ettirgan holda 2022 yil yanvar oyidan boshlab kichik bir xususiy korxonada qorovul bo'lib ishga kirdi. Uning o'rtacha oylik nafaqasi 1500 so'm edi. Otabek amaki ishga kirgani nafaqani ta'minlash xizmatiga xabar bermagan. Chunki u buni muhim deb hisoblamagan yoki oddiygina unutgan. Qadimgi tizimda bu holatni aniqlash uchun nafaqani ta'minlash xizmati ko'pincha qo'lda ma'lumotlarni tekshirish kerak edi. Bu esa uzoq vaqt talab qilardi. Natijada Otabek amakining ishi bir necha oydan keyin yoki hatto bir yildan keyin aniqlanishi mumkin edi. Yangi tizimda esa 2022 yil yanvar oyida Otabek amaki ishga joylashganligi haqidagi Ma'lumot bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining elektron tizimi orqali avtomatik tarzda Davlat soliq qo'mitasi va pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazalariga kelib tushadi. Nafaqani ta'minlash xizmati bu ma'lumotni tezda qayta ishlaydi va Otabek amakining nafaqa olish huquqida o'zgarishlar yuz berganini aniqlaydi. O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra, ayrim nafaqa turlari bo'yicha ishlayotgan shaxslarga nafaqa to'lovi to'xtatilishi yoki miqdori kamaytirilishi mumkin. Masalan, imtiyozli nafaqalar, ayrim turdagi nogironlik nafaqalari va agar Otabek amakining nafaqasi bunday toifaga kirsa va unga ortiqcha nafaqa to'langan bo'lsa, masalan, u 12 oy davomida har oy 1500 so'mdan ortiqcha nafaqa olgan bo'lsa, undan jami 10.000 so'm qaytarib olinishi talab qilinadi. Bundan tashqari, agar bu qasddan yashirilgan deb topilsa, unga nisbatan qonunchilikda belgilangan tartibda jarima ham qo'llanilishi mumkin. Bu juda katta summa bo'lib, pensionerning moliyaviy ahvoliga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. 2. Misol, boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi va oilaviy holatdagi o'zgarishda turmush o'rtog'i vafot etganidan keyin 20 yoshli talaba qizi malika uchun boquvchisini yo'qotganlik nafaqasini oladi. Malika oliy ta'lim muassasasida kunduzgi bo'limda o'qiyotganligi sababli nafaqa olish huquqiga ega edi. Har oy malika uchun 800 so'm nafaqa to'lanardi. 2023 yil mart oyida malika o'qishini tugatmasdan turmushga chiqadi. Oldingi tartibda FHDYO organlari tomonidan nikoh guvohnomasi berilganligi haqidagi ma'lumot pensiya jamg'armasiga har doim ham tezkorlik bilan yetib bormasdi. Nodira opa ham qizi turmushga chiqqanini pensiya jamg'armasiga xabar bermaydi. Natijada malika turmushga chiqqandan keyin ham 6 oy davomida unga nafaqa to'lovi davom etadi. Yangi tizimda malika turmushga chiqqan kuni FHDYO organlari ma'lumoti avtomatik tarzda
pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazasiga kelib tushadi. Pensiya jamg'armasi tezkorlik bilan nafaqa to'lovlarini tekshiradi va malikaning nafaqa olish huquqi tugaganini aniqlaydi. Agar Nodira opa bu haqda xabar bermagan bo'lsa, u 6 oy davomida ortiqcha to'langan. Ya'ni 6 ming so'm deb 200 ming so'm miqdoridagi nafaqani qaytarish shart bo'ladi. Bu ham oilaning budjetiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. O'tu, misol, doimiy yashash joyini o'zgartirish. Abdug'ani bobo 25 yoshda. Faqasini olgan holda chet elda yashovchi bolalarning yoniga 1 yilga borib, u yerda yashashni boshlaydi. U O'zbekistondagi ro'yxatdan o'tgan joyini o'zgartirmagan va ketayotgan pensiya jamg'armasiga xabar bermagan. Uning oylik nafaqasi 2000 ming so'm tashkil etardi. Avvalgi tizimda bu holatni aniqlash uchun aniq va avtomatlashtirilgan mexanizmlar yetishmasdi. Ko'pincha bu holatlar nafaqa oluvchi shaxs kelganida yoki boshqa sabablarga ko'ra aniqlanardi. Hozirgi kunda chegara xizmati ma'lumotlari va boshqa davlat organlari bilan axborot almashinuvi tufayli fuqaroning mamlakat hududidan chiqib ketganligi tezroq aniqlanadi. Agar nafaqa olish sharti doimiy ravishda O'zbekiston hududida yashashni talab qilsa, pensiya jamg'armasi Abdug'ani boboning 1 yil davomida chet elda bo'lganini aniqlaydi. Natijada unga 1 yil davomida ortiqcha to'langan nafaqa summasi, ya'ni 12 oy 2000 ming so'm 24 ming so'm qaytarib undirilishi talab qilinadi. Bu nafaqat katta summa, balki Abdug'ani bobo uchun keyinchalik nafaqa to'lovlarida ham muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Endi esa qoidalardagi istisnolar, nozik jihatlar va unchalik ko'zga tashlanmaydigan holatlar haqida suhbatlashsak. Bu qism ham juda muhim, chunki u ko'pchilikni xavotirlanishdan qutqarishi yoki aksincha ehtiyotkor bo'lishga undashi mumkin. 1. Ayrim turdagi vaqtincha ishlar. Ba'zi hollarda agar sizning daromadingiz juda past bo'lsa yoki qisqa muddatli norasmiy ishlarda ishlagan bo'lsangiz, bu sizning nafaqa olish huquqingizga ta'sir qilmasligi mumkin. Biroq bu har doim ham shunday emas va bu masalada pensiya jamg'armasining mutaxassislari bilan maslahatlashish zarur. Qonunchilikda belgilangan aniq bir daromad chegarasi bo'lishi mumkin. Undan oshmagan taqdirda nafaqa to'lovlari davom etaveradi. Lekin bunday ishlarni ham xabar qilish tavsiya etiladi. 2. Qisqa muddatli chet elga sayohatlar. Agar siz chet elga turizm, davolanish yoki yaqin qarindoshlarningga qisqa muddatga, masalan 3 oygacha borgan bo'lsangiz va O'zbekistondagi doimiy yashash joyingizni o'zgartirmagan bo'lsangiz, bu odatda nafaqa to'lovlariga ta'sir qilmaydi. Ammo muddat uzayib ketsa yoki safar maqsadi doimiy yashashga o'zgarsa, pensiya jamg'armasiga xabar berish shart. O'sha daromadga bog'liq bo'lmagan nafaqa turlari, ba'zi nafaqa turlari, masalan, ish stajidan qat'iy nazar tayinlanadigan nogironlik nafaqasi, agar nogironlik sababi kasb kasalligi yoki mehnatdagi shikastlanish bo'lmasa, yoki ayrim ijtimoiy nafaqalar. Ularni oluvchining ish haqi yoki boshqa daromadlariga bog'liq bo'lmasligi mumkin. Ammo bu ham albatta har bir holatda individual ravishda ko'rib chiqiladi va tasdiqlangan qonunchilik hujjatlariga asoslanadi. Har bir holatda nafaqa organlariga murojaat qilib aniqlashtirish lozim. Nozik jihatlar va yashirin tuzoqlar. 1. Ma'lumotlarning yetarli emasligi. Ko'plab pensionerlar yangi qoidalar va o'zgarishlar haqida yetarli ma'lumotga ega emaslar. Bu esa ularning bilmagan holda xato qilishlariga olib kelishi mumkin. Shu sababli bizning videomiz kabi manbalardan foydalanish va rasmiy ma'lumotlarni doimiy kuzatib borish juda muhim. 2. Xabar berishdagi qiyinchiliklar. Raqamli savodxonlikning pastligi, internetga kirish imkoniyatlarining yo'qligi, jismoniy imkoniyatlarning cheklanganligi ba'zi pensionerlarga o'zgarishlar haqida o'z vaqtida xabar berishda qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Shuning uchun ular o'z yaqinlari yoki ishonchli vakillarining yordamiga muhtoj bo'lishadi. O't rasmiy manbalarga ishonish. Qo'ni-qo'shni, do'st, birodarlar yoki shubhali shaxslarning maslahatlariga tayanib ish tutish juda xavfli. Natijada noto'g'ri ma'lumotlarga asoslanib huquqiy muammolarga duch kelish ehtimoli yuqori. Har doim rasmiy manbalar va mutaxassislar bilan maslahatlashish zarur. 4. Kichik o'zgarishlarga e'tiborsizlik. Ba'zi pensionerlar kichik deb hisoblagan o'zgarishlar, masalan, bir oylik qisqa muddatli ish jiddiy oqibatlarga olib kelmasligiga ishonishadi. Ammo hozirgi sharoitda avtomatlashtirilgan tizimlar har qanday kichik o'zgarishni ham aniqlashi mumkin. Shuning uchun hech qanday o'zgarishni e'tibordan chetda qoldirmaslik kerak. Uncha ko'zga tashlanmaydigan nuanslar. 1. Qayta hisoblash va
ortiqcha to'lovni undirish o'rtasidagi farq. Qayta hisoblash bu odatda kelajakdagi nafaqa to'lovlariga ta'sir qiladigan o'zgarishlarni anglatadi. Masalan, nafaqa stajiga qo'shimcha yil qo'shilsa yoki ish haqi ko'payganligi sababli nafaqa miqdori oshirilsa, bunda avvalgi to'lovlar qaytarilmaydi, balki kelajakdagi to'lov miqdori o'zgaradi. Ortiqcha to'lovni undirish. Bu sizga qonunga xilof ravishda yoki nafaqa olish huquqiga ega bo'lmagan davrda to'langan pullarni qaytarib olishni anglatadi. Bu eng jiddiy oqibatlardan biri bo'lib, pulni majburiy tartibda undirishga olib kelishi mumkin. 2. Yaxshi niyatli ortiqcha to'lov. Bu holatda pensioner haqiqatan ham qoidalarni bilmaganligi yoki beg'araz xato qilganligi sababli ortiqcha nafaqa olgan bo'ladi. Bunday holatlarda ortiqcha to'langan summani qaytarish tartibi yengilroq bo'lishi mumkin. Masalan, pensiya jamg'armasi sizning moliyaviy ahvolingizni hisobga olib, summani bo'lib to'lash imkoniyatini berishi yoki kelajakdagi nafaqa to'lovlaridan ushlab qolish yo'li bilan undirishi mumkin. Ammo baribir pul qaytarilishi kerak bo'ladi. Shuni unutmangki, bu pensionerning to'lovini qaytarish majburiyatini bekor qilmaydi. 3. Qasddan yashirish yoki firibgarlik. Agar pensioner o'zining nafaqa olish huquqiga ta'sir qiluvchi ma'lumotlarni atayin yashirgan bo'lsa, bu firibgarlik deb baholanishi mumkin. Bunday holatlarda nafaqat ortiqcha to'langan summani qaytarish, balki ma'muriy javobgarlik, jarima va hatto O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida nazarda tutilgan jinoiy javobgarlik masalan. Aldash yoki ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan mulkni qo'lga kiritish ham qo'llanilishi mumkin. Bu jiddiy oqibatlarga olib keladi, hayotga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. 4. Yaqinlarning roli ko'pincha. Keksa yoshdagi pensionerlar o'z ishlarini mustaqil boshqara olmaydilar yoki ularning axborot olish imkoniyatlari cheklangan bo'ladi. Bunday hollarda ularning farzandlari, nabiralari yoki boshqa yaqin qarindoshlari o'z zimmalariga katta mas'uliyatni olishlari kerak. Ular pensionerning huquq va majburiyatlari haqida xabardor bo'lishlari, o'zgarishlarni o'z vaqtida xabar berishda yordam berishlari va zarur bo'lsa, pensioner nomidan pensiya jamg'armasi bilan aloqada bo'lishlari kerak. Hatto ba'zi holatlarda notarial tasdiqlangan ishonchnoma asosida pensionerning ishlarini olib borishlari lozim. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Amaliy maslahatlar. Bu qoidalardan qanday qilib himoyalanish mumkin va nima qilish kerak? Birinchi qadam. Ma'lumotlarni tekshiring va yangilang. Pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Siz yashayotgan hududdagi pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'limiga shaxsan murojaat qiling. U yerda mutaxassislar sizga nafaqa olish huquqingiz, uning tayinlanish shartlari va har qanday o'zgarishlarni qanday xabar berish kerakligi haqida batafsil ma'lumot berishadi. Agar shaxsan bora olmasangiz, yaqinlaringizni yuborishingiz mumkin. Lekin ularda sizning hujjatlaringiz va ishonchnomangiz bo'lishi shart. Rasmiy veb-saytlarni tekshiring. Pensiya jamg'armasining rasmiy veb-saytini yoki mybank.gov. O'z yagona interaktiv davlat xizmatlari portalini muntazam kuzatib boring. Bu yerda yangi qoidalar, qonun hujjatlariga kiritilgan o'zgartirishlar va nafaqalar bilan bog'liq boshqa muhim e'lonlar joylashtiriladi. Konsultatsiya oling. Har qanday shubha yoki noaniqlik yuzaga kelsa, o'zingizcha xulosa chiqarmang. Pensiya jamg'armasi mutaxassislaridan yoki huquqshunoslardan maslahat oling. O'zingiz uchun aniq javob olishingiz eng yaxshi yo'l. Ikkinchi qadam. Har qanday o'zgarish haqida zudlik bilan xabar bering. Xabar berish majburiyati. Agar sizning hayotingizda nafaqa olish huquqingizga yoki uning miqdoriga ta'sir qiluvchi har qanday o'zgarish yuz bersa, ishga joylashish, doimiy yashash joyini o'zgartirish, oilaviy holatdagi o'zgarishlar, hujjatlarning muddati o'tishi va hokazo, bu haqda pensiya jamg'armasiga zudlik bilan xabar bering. Xabar berish muddatlari. Qonunchilikda ko'pincha bunday o'zgarishlar haqida ma'lum bir muddat ichida, masalan, 10 kun ichida xabar berish talab qilinadi. Bu muddatlarga qat'iy rioya qiling. Xabar berish usullari. Siz o'zgarish haqida shaxsan pensiya jamg'armasiga ariza topshirish orqali, pochta orqali, ro'yxatdan o'tkazilgan xat bilan yoki agar mavjud bo'lsa, elektron hukumat portallari my.gov orqali xabar berishingiz mumkin. Xabarnomaning nusxasi va u qabul qilinganligini tasdiqlovchi hujjatni, masalan, qabul qilinganligi haqidagi shtamp yoki pochta kvitansiyasi saqlab qo'ying. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tushunmovchiliklarni oldini olishga yordam beradi. 3. qadam. Barcha hujjatlaringizni tartibda saqlang. Shaxsiy hujjatlar, pasportingiz, ID kartangiz
nafaqa guvohnomangiz, mehnat daftarchangiz kabi barcha asosiy hujjatlarning muddati o'tmaganligiga va ular tartibda ekanligiga ishonch hosil qiling. Nafaqa bilan bog'liq hujjatlar, nafaqa tayinlash to'g'risidagi qaror, nafaqa hisoblash varaqalari, pensiya jamg'armasiga topshirilgan arizalaringizning nusxalari va ularga olingan javoblar nusxalarini tartibli ravishda saqlab qo'ying. Bu agar kelajakda savollar yoki muammolar yuzaga kelsa, o'z pozitsiyangizni isbotlash uchun asos bo'ladi. 4. qadam shubhali takliflardan ehtiyot bo'ling. Yordam beramiz firibgarliklari. Ba'zi shaxslar yoki tashkilotlar sizga nafaqani oshirishda yordam beramiz. Qoidalarni chetlab o'tishda yordam beramiz yoki ortiqcha to'lovni yashirishda yordam beramiz kabi shubhali takliflar bilan murojaat qilishlari mumkin. Bunday takliflardan qattiq ehtiyot bo'ling. Ular ko'pincha firibgarlik bo'lib, sizni nafaqat pulingizdan balki jiddiy huquqiy muammolarga ham duchor qilishi mumkin. Faqat rasmiy davlat idoralari va ularning vakillari bilan muloqot qiling. 5. qadam. Yaqinlaringizni xabardor qiling va ularni jalb qiling. Oila a'zolarining mas'uliyati. Agar siz keksa yoshda bo'lsangiz va bu masalalarni o'zingiz boshqarishda qiyinchiliklarga duch kelsangiz, oila a'zolaringizni, farzandlar, nabiralar bu muhim ma'lumotlardan xabardor qiling. Ulardan sizga yordam berishlarini so'rang. Ishonchnoma zarur bo'lsa, notarial tasdiqlangan ishonchnoma orqali ishonchli vakilingizga, masalan, farzandingizga pensiya jamg'armasi bilan aloqa qilish. Hujjatlarni topshirish va boshqa zarur ishlarni bajarish vakolatini bering. Bu sizning huquqiy himoyangizni ta'minlaydi va noxush vaziyatlarning oldini oladi. Hurmatli do'stlar, bugungi videoda biz nafaqaxo'rlar uchun javobgarlikning kuchayishi, yangi qoidalar va ularning hayotimizga ta'siri haqida batafsil gaplashdik. Tizimdagi raqamlashtirish va davlat organlari o'rtasidagi axborot almashinuvi tufayli endi har bir nafaqaxo'r o'z majburiyatlariga yanada jiddiy yondashishi kerak. Har qanday o'zgarish haqida o'z vaqtida xabar berish, hujjatlarni tartibda saqlash va rasmiy manbalarga tayanib ish tutish juda muhimdir. Unutmang, ogohlantirilgan, qurollangan demakdir. Bu ma'lumotlar sizni va sizning yaqinlaringizni kutilmagan muammolardan himoya qilishga yordam beradi. Agar video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, iltimos like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Eng muhimi, bu videoni yaqinlaringizga, do'stlaringizga, qo'ni-qo'shnilaringizga ulashing. 0. Bu ma'lumotlar ko'pchilikka zarur bo'lishi mumkin. Siz bu borada qanday tajribalarga duch keldingiz? Sizningcha bu qoidalar qanchalik adolatli? Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Sizning mulohazalangiz biz uchun juda qadrli. Keyingi videolarda ko'rishguncha